Santech guruh a'zolari tomonidan yana bitta xonadonimizning santexnika отопление ishlari tugatildi. Koridor toplipo, batareya qo'yilgan. Svet o'chib qolgan payti samotyok ishlash uchun, koridor qaynab ketmasligi uchun. Turoq ходовой, sirkulyatsiya nasoslar qo'yilgan. Tualetlarga ham o'tgan. Mana bu nasosimiz birinchi nasos. Kachalkadan suvni tortib beradi avtomatiski. Mana bu sanuzel. Sanuzelda ham to'p-to'pollar bo'lgan. Betondan keyin pechkasi qo'yiladi. Bu yerda santexnika ishlari ham olib borilgan. Hammasi chiroyli, sifatli. Ish jarayoni ispitanadan o'tdi, hammasi ishlayapti. Katyolimiz ham gazga, ham tokka mo'ljallangan. Hozirda bu xonadonimizda gaz yo'q. Tok bilan ishlatib ispitana qilib berdik. Hammasi отлично.